yetimmi haqqi 7 daryoni quritadi aka. Aka vafot qilsa, akadan qolgan bolalarni ukasi men qarayman deb olib, akadan qolgan uyni nomiga o'tkazib olishga harakat qiladigan bir qo'shtirnoq ichidagi ukalar ham bor ekanda. Siz menimcha bir suhbat aytib beruvdingiz. Bolalaring meni bolam deb turadi. Ko'ryapmiz, yetimni haqqini 1-2 bo'lmasdan ponitar bo'lib ketganlar. Menga misol uchun qo'shnimiz o'tib qolganda bolalari yosh edi. O'rtog'im telefon qildi, "Hoji, amakimga ehson qilamiz" dedi. "Men o'rtoq chiqmayman uyga" dedim. "Nimaga?" dedi. "Bolalar yetim, o'shaning haqqini yeganman, undan ko'ra pulini berib qo'ya qolaylik, ehson qilib o'shalarga. Hali ular katta bo'lguncha qancha ehson kerak" dedim. Men birlagan oshib o'shaning yetimga haqqini yegan deb ketaman u. Deyman. Misol uchun meni to'g'risida prinsip, hammada prinsip bo'ladi. Aka, men ochig'ini aytaman. Meni ko'pchilik oshga aytadi, oshga bormayman men. Qaysidirini yetimi bo'lishi mumkin. Qaysidirini qayerdadir qarzi bo'lishi mumkin. Men u qarz olib turib sizga osh yedirganidan ko'ra men o'sha oshni yemay qolayman. Meni ham yetmay qo'ya qol. Men ertaga kelajakda men bilmayman, meni xolasam qanaqa bo'ladi. O'g'lim uylanaman desa, meni pulim bo'lmasa, men kichikroq ehson qilaman desa, uni yegan oshim qarz bo'lib qoladi. To'g'ri, ehsondir. Lekin uni holatiga qarash kerak. Holatiga qarash kerak. Baribir luqmaga ham qaraydi, aka. Siz ko'rinishiga qarab odam ajratmaysiz, uni holatiga qarayman. Yo'q, o'zi bormayman. O'zi borgisiz. O'zim borgim kelmaydi. Bilmayman, holatda shu. Siz namozni faqat ibodat deb o'ylaysizmi? Aslida u meni tosh qotishdan, miyani esa insultdan asrab qoladigan eng zo'r tibbiy muolaja. Kuniga 10 soat o'tirishdan bo'g'imlarim zanglab, qonim botqoqqa aylanganda ruku va harakatlar meni qayta tiriltiradi. Zanglar to'kilib, stress darajasi keskin tushadi. Va eng dahshatli fakt sajda. Bu vaqtda yurak mendan, ya'ni miyadan tepaga chiqadi. Tomirlarimga toza qon urilib, barcha toksinlarni yuvib ketadi. Bu Alzgeymer va insultga qarshi 5 mahal bepul mashg'ulot. Namoz bu eng zo'r bepul limfodrenaj va yerga ulanish. Sajda paytida miyadagi ortiqcha statik elektr yerga o'tib, tana to'liq perizagruska bo'ladi. Buni saqlab oling va yaqinlaringizga yuboring. Juma muborak. Telefonni ekranini doimiy artib turishingiz kerak, o'rtoqlar. Yuzingizni artasiz, mashinangizni artasiz, cho'milasiz, lekin telefonga hech kim ahamiyat bermaydi. Hojatxonaga telefoni bilan kiradigan odamlar bor ekan, o'rtoqlar. Salmonelloz, shigellioz degan kuchli ichak kasalliklarini keltirib chiqaradigan, allergiyalarni keltirib chiqaradigan kasalliklarda turi telefondan yuqori ekan ko'pchilikka. Yosh bolalarga qaraydigan bo'lsangiz, ichak kasallik ko'p duchor bo'lishadi. Holsizlikka, lanchlash ko'p sabab bo'ladi. Aynan shu viruslar sababchi bo'lar ekan, o'rtoqlar. Ushbu videoni barcha yaqin birodarlaringga, tanishlaringga tarqatib qo'yinglar. Hammaning qo'lida telefon bor, iloji boricha kuniga bir mahal artib, dezinfeksiya qilib turish kerak.